Nima bola mayli qilib demaysan? Nimaga bermaysan? Bir kun ishladi. Shu yerda gapirsana onangga. Men nima deyman? Ayam nima desa shu bo'ladi. Bering. Bermasam chiqma. Osir. Gip sherbutani ham yiqitasanmi? Ayting. Sariq mushak qarab tursan hali. Nima deysiz endi qo'shni bu bolada endi. Siz jim turing. Sen sariqchak nimaga olimga til berding? Hozir til ber. Davay. Ay desin bu ya. Aydi. Ayde. Ay. Yana bir marta olimga teginsang, ko'zingni o'yib olaman sariqchak. Ranging yoqmaydi o'zi seni. Aya. To'sin polvon, meni bilasan-a? Olimga jutqizmasang, kattaman bola lekin. Bo'ldi xolam sizni taniyman. Davay. Aya to'sin polvonni yutdim aya. Ura, Toshkentga o'qishga kirdi. Aya sariq popshaga o'qishga kiribdi. Mani eshik qisqanmi? Buncha chiroyli joy ayajon. Shunday joyga olib kelaman-da, Toshkentda bitta jirtamaysiz. Oti ham Temsi. 1-oktyabrgacha qabul ekan o'g'lim. Shu yerda o'qiysan-da katta olim bo'lasan-ay. Maza qilib o'qiyman. Bolajon, o'g'lingiz juda yaxshi, a'lochi, lekin Sherbutada qanaqadir g'ayritabiiy holat sezdim. Qanday? Xaritada Afrikani topib ber desam, men olganim yo'q deyapti. Ammo olganim yo'q-da. Nima qilaman? Boshimga uramanmi Afrikani? Yoshlik qilganda bolam, hamma ona ham bolasi uchun hamma narsaga tayyor. Mana shu juzligimda sotaydan sizga pulni beray. O'zi qancha turadi Afrikangiz?